Birinchi o'ringa akamni muomalalari uchun bitta like bosib qo'yinglar. Rostda xarakterlari juda ham yoqdi menga. O'zingga bitta galasizlar, maza qilasizlar, narxni ham galasizlar, mashinani turishni ko'ryapsizlar. Balonlarni o'zi alohida ko'rsatib ketamiz. To'rtta yumshoq yangi balon qo'yilgan. Eng muhimi kraskalari ham yaxshi ekan. Faqat mana bu kiloda bor deyapti, ikkita kalingada bor deyaptilar. Bo'ldi, boshqa joyga o'tmagan ekan. Sababi yil 2013 oxiri ekan. Yana bitta maza qiladigan joyini aytaman sizlarga. Mashina mutlaqo benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan ekan. 1.6 motorda avtomat korobka, konditsioner hamma narsasi bor ekan. Motor ham sochchada ishlab turibdi. Bitta qarang, ovozni olib beraman sizlarga. Yomon emas. Qo'yib olamiz hozir. Shuni shiralib yondan olib bering. Mashina bitta turishini ko'rasiz. Yondan mashinani o'zi gapirib turibdi sababi. Balon holatini ko'rsatib o'ting. Gentra diskga qo'yilgan. Balon zo'r. Qimmatdan qo'yilgan. Bu qimmat balon, arzon emas. Shunga ishoninglar, to'liq qilingan. Lyuklarigacha bor ekan, qarang. Yaxshilab bitta ko'rsatib keting. Sidinalarni ko'rasizlar, qanaqa ko'rishni zo'rdan qo'yilgan. Avtomat korobka aytib o'tganimizda 100 qancha kilometr? 157 mi aka? 150 kilometr bosib o'tgan. Rullar Gentra qo'yilgan, zo'r. Rost yo'qdi menga mashina. Lasetti gapirib turasizlar. Keling aka. Laset Gentra rullar qo'yilgan ekan. Qaranglar bagajni. Chiral ko'rsating, qanaqa akkurat turibdi, qaranglar. Zo'r a, chot chiqib qo'yibdilar. Aka rosti mashinangiz menga yoqdi. Pulim bo'lsa o'zim olaverdim deb reklama qilib o'tirmaydim mashinani. Video registratorlari bor ekan, original qo'yilgan. Original stop. Original qo'yilgan. Aka keling, bitta narxini buni savdo qilaylik. Faqat insof to'g'ri baraka qilib qo'yaylik. Gap yo'q aka. Siqdi ham kavobdan kuydirmaylik, faqat narxini chiroyli qilib ayting aka. Chunki Lasetning muxlislari 8200 so'rabmiz, qaysi kelishtirib beramiz aka? kelishtiramiz. 7.5 to'y qo'ysak bo'ladimi? Yo'q aka. Ko'p bir xillar aka o'zi keladi. Bunaqa videoni boshdan boshlaydi-da. Mashinaning narxini yakson qilamiz, nimadir qilamiz. Aka yaxshi mashinaning narxini yakson qilib bo'lmaydi. Mashinangiz yaxshi ekan. Shunday. Ko'p savdolashmay 7.5 qo'ysak bo'ladimi? Yo'q aka. Hech qo'yamiz. 7700 qo'yaylik. 7700. 7700 qarang, akaning muomalalari uchun mana shu 200 olib qo'shib yuborasizlar. Keling, bitta galasizlar, o'zingizlar bilasizlar. Telefon raqam ayting. 91lik 91 534 72 34. 72 34. Telefon qilib baraka qilasizlar. Lasetni yaxshi sotadi. Aka, rahmat sizga. Nasib bo'lsa barakasini bersin. Avvalambor bozorda sotilib ketsin. Bo'lmasa bizning obunachlar albatta oladi. Gap yo'q. Oldin kelishtirib beramiz. Rahmat.